Dafixa Euro 6 460 TL mega 105 kubali sotiladi akalar. Galavinil 2015-yilda ishlab chiqarilgan, Persepil 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Krona Persep moslari saf mos, lenta akasi bor. Persepni mana ichki holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Usilini qilingan, taxtalari hammasi joyida turibdi. Tentlari ham, pollari ham zo'r holatda. Keyin bu latogli Persep akalar, rulon to'shigani. Mana latogini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Persepni balonlarning holatini mana ko'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Tegachchi mana oldi balonlarning holatini ko'rsanglar bo'ladi. Bu orqa balonning holati. Baklari bu tomonda 300 talik bak, u tomonda 700 talik bak bilan jihozlangan. Salonning ichki holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. 2 talik spalni, stiyachniy konditsioner, xolodilnik, ratsiya taxograflari bor. Avtomat korobkada yurgan masofasi 983 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Akalar fureshga tayyor holatda, hech qanday kamchiliklar yo'q. Yog'lari, filtrlarigacha bir resolda almashtirib qo'ygan ekanlar. Texas motordan ham o'tgan. Hujjatlar hammasi 100% joyida. Litsenziya, sug'urtalari Qozoq Rossiyaga 1 yillik bor. Qiziqqan egalariga telefon qilib yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Narxini 53 ming $50 deyilyapti. TVSda yana kelishadigan joylari bor. 35 ming naqd pul borga variantga ham beriladi. Buni bank orqali olsangiz ham bo'ladi. Manzil Namangan viloyati Chortoq tumanida turibdi. Videoga like bosib qo'yishni esdan chiqmasa, hammaga rahmat.